Assalamu alaykum ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi suyimlik savoldoshlar. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyu madaniyat tarqitish cheklik shirkati, Şinjan Albidar madaniyat media cheklik shirkati hamkorlashib huzurunlar sungan Şinjan İmran xalqaro savdo cheklik shirkati tajidarligidagi ular shundoq deydi programmasi. Men program riyosatchisi Umid Tursun. Bugungi bu san programmamiz boshlanishdan avval mening naq maydondagi savoldoshlardan shuni so'rab boqqim kelyotdi. Ammo shart cho'qim rostchillik bilan, samimiylik bilan javob berishinglar kerak. Bo'lamdi? Undaqda savol. Bugungi naq maydonimizdagi savoldoshlarimiz balkim turmush jihatda nurg'unlagan masalalarga yo'liqqan bo'lishi mumkin. Shundaqmi? Masalan, to'sqinchiliklarga yo'liqqan vaqtida o'zimizning kayfiyatimizni tanışamaydigan ahvollar bo'lib qolishi mumkin. Bu vaqtda biz balkim psixika o'qituvchilarning yoki bo'lmasa psixika maslahatchilarining qishig'i berib, ulardan maslahat so'rash emas, balki atrofimizga yaqin do'stlarimizdan maslahat so'ragan bo'lishimiz mumkin. Mana shunday savoldoshlarimiz bormi? Bor, shunday qo'y. Masalan, shuning ichidan tipik misoldan birini olib berasiz. Men bo'lsam futbolni pek yaxshi ko'rmanchi. Men futbol tandirbiyada intanmagan. Men doim futbol o'ynaganda ota-onam bek qarshi turdi-chi mening nimamga. Shuni men bir o'qituvchim bor, adabiyot o'qituvchim. Shuni masala so'rgan. Men o'zimning qiziqishni oxir chiqaray degandim. Desam, o'tkilar onamda dedi, yo'q dedim. Shuni sen mushtarishi va bir kun qayli oldu degan. Rost deganda to'liq 3-yillik chiqqanda ota-onam qayli oldi. Qayli olgan bilan bek kechikib, qayli oldimi chiqib, shunga meni qo'llash sharoit bo'lmaganligi uchun men ba'zi bir mashqlarni kam qilganligim uchun o'zim orzu qilgan maktab o'tamadim. Shuni tabiiy fanda o'qib, mushu Urumchi kasbiy universitetiga keldim. Amaliyotda atrofimizga qaraydigan bo'lsak, atrofimizdagi kishilarning sonidimi shuni bilib olg'ili bo'ladi. Undan boshqa yana statistikalik jadvallarga qaraydigan bo'lsakmi, atrofimizda, ya'ni mushu psixika bilan shug'ullanayotgan, psixologiya fani bilan shug'ullanayotgan, shuni o'rganish uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan va olg'a intilayotgan sonliq ma'lumotlarda shu odamlarning sonining intayin ko'payayotganligini bilib olg'ili bo'ldi. Albatta, bugungi bu san programmamizga taklif qilingan aziz mehmonimizmi dal psixologiya fani bilan shug'ullanadigan bir aziz mehmon. Undaqda u zodi kim? Ekran orqali tanishib chiqaylik. Merhamet. U hozirgi zaman ayollarning raqobat oldida o'zini tonish, o'zini kuchlantirish va taraqqiy qildirish namunalarining biri. U avtonom rayonimizdagi psixika fanlari sohasida ayol doktor salohiyatiga erishgan harmas izlanguchi. U qarang'u dillarni yoritquchi, ma'rifat beg'idagi so'yimlik ustoz. U Şinjan Ma'arif instituti, Ma'arif ilmi institutining mudiri. Şinjan oila tarbiyasi jamiyatining muavin bosh kotibi. Şinjan Ayollar Tədqiqat Cəmiyyətinin daimi komitet əzası Zevide Abdikerim xanım. Qanaqda qızğın alqışlarımız bilan Zevide Abdikerim müəllimni səhtimizə təklif qılmız. Mərhəmət. Xoş ada, xoş gəlibsiz. Hadi, mərhəmət. Mərhəmət. Va, mana savaqdaşlarning çavukidilni shuni bilib olg'il bo'ldi. Zevida muallim bak olqishga erishganda. Muallim, mening doimdagidek so'raydigan bir savolim, psixologiya fani bilan shug'ullanishdan burun siz mush kasbni yaxshi ko'ramdingiz. Mush kasbni o'qiyman deb turib, psixologiya faniga imtihon berib, mush kasbni o'qigamdingiz. Yo'q, chunki men undaq yosh ko'ringan bilan yeshim cho'ng'aroqchi. O zamonlarda psixologiya degan fanni o'ttir maktab hayotimizda faqat tushunmadik. Psixologiya fani men bilan azroq taqdirdosh bo'lib, xuddi biz kelgusidagi kim bilan to'y qildig'imizni, muhabbatlashimizni bilmaganga o'xshashlar. Psixologiya fani bilan men ushtum tutli mushu taqsimotda xatolashib qilib, uchirishib qilib, keyin yaxshi ko'rib qolgan. Taqsimotda xatolik olib ketiblar shuning bilan nimda talaylik siz. Undaqda ustoz, siz mushu psixologiya fanini men o'qiyman deb kirmabdi ekansiz, ammo keyin yaxshi ko'rib qolibdi ekansiz. Mushu turmushingiz jarayonida psixologiya fanini shu o'rgangan narsalaringizni, tajribalaringizga asosan o'zingizning turmushida yo'liqqan masalalarningizni bir tarafga ahvollar bormi? Dastlabki qadamda haqiqatan hozirgi bolalar bek baxtlicha bütün fanlar bilan yaxshi tanishib, ham o'zining ehtiyojini bog'lab o'tirib tanlaydi ekan. Lekin men unda qilmagan bilan keyin asta-asta o'sib etilib, ma'lum bosqichga kelgan chig'imda bu fanning turmushda rolini mandaq cho'ng ishiltib boqaychi o'zimga deb ishiltib, xeyli yuksak darajada ilgirlagan misollarim xili. Dal bugungi bu san programmamizda biz Zevida Abdikerim ustozning turmushi bilan psixologiya fanining munosabati to'g'risidagi hikoyalarni anglaymiz. Qani ustoz, sahna siz qoldi. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi qadrli vaqtini shu programmaga sungan barliq azizlar.
Bu programmaga eng avval men şuna rahmetimni bildirmem. Tazım qıp rahmet bildirip olay. Çıkın sebebini soraysızlar. Ben tuncu bulup muşu pembeler özlemli hayatını muşu programı sebebinden oylanışkı müyesser buldum. Bugün muşu programda ben özümden kesbi bilen özümden hayatı doğrusunda muşundak oylanıvatkanlığımdan intayin xursam buldum. Hakikaten ben bu kesbini tanlagan vaqtimda ben özümden bu psikologiya penini bundak yaxşı gördüğümni hem bu pende hazırkıdak mesela neticelerge erişidigimni oyluş bakmagançı. Şoňlaşqa bugünkidek muşundaq fursatda men özüm toğrusida bir qancha nuqtalarda oylaş bakım keldi. Men şu yılı 88-nji Ali mektep imtihan bergen çagda ijtimai pende Abdunum rayon boyunca Eliyur ala bulup, en yuqur numur bilen matematika tasqagan texmen tuluq numur evetkili. Aşındaq numurum bilen özüm oylagan kesip kiremigen. Ondaq bolgan çuqun sizden bek azaplanışım kerekti. Lekin Mağa muşundaq bir kesbim mundaq bolup qaldy dep turgan wagtlarymda psixologiya dep gaýril isimlik bir kesip toğry kep qaldy. Demek muşu Ali mektepke kirgen birinci mevsumdan başlap, gerçi men bu penning nimeni tadqiq qılıdy, bizge nimeni ögütüdi degenni bilenmesem lekin muşu penning asas penleri meni şundaq hayajanlandyryp, derhal birinci mevsumda meni maslaştırgyzyp etdi. Şu wagtda maslaşıp ketdim. Demek bu men penge maslaşdym başka mening hayatımdaki özümning ajaýyp bir elastikligi bar adam ekenligimni his kıldırdı. Şoňlaşqa bäzi Ali mektep okuwçylarynyň bizden bäzi närseni soragan wagtda ma oýlugynymdek bolmady, ma işlerim munda bolup kaldy degen wagtda men özümninki muşu elastiklik bilen muşu penge qadam basqan wagtymdaki hayatımdan şundaq xursand bolup ketmençi. Ondan keyin bu penni ügüniş jarayonymy maňa ajaýyp bir xil muvaffaqiyat tuygularyny alip keldi. 90 yılı biz şikirge berip, Garbi Şimal Pedagog Üniversitesi'nda şu tuncu qıtım psikologiya kesbi degen kesipning özüge kirip okuganda, şu vaqtning özüdela nazariyege düşesem mening şu ansız gururum xili güçlükken okuwçylarga yetekçilik qılıp oturup biz başkalarga okşaş muamelede uçuruşumuz gerek. Biz ügünemegende bir gap boldu dep özümizge jang elan qılgıçylar. Hazırgıça şu vaqtki okutquçylarym Şinjanga şu mektepdaşlarını yoklap kelgen çagda meni Allah'yda eslaydı. Sen şu vaqtda Şinjanglyk okuwçylarga yana bir qıtım gurulundygan fursat bergen dep alay ta'kidlaydı. Şu xildagi taň okşaş bolgan talapning içinde matematika, statistika, logika degen penlerde hatta toluq numur ilip, bizonmu mayli aql qabiliyetimiz bolsun, til ügüniş jihatdan bolsun, yoki başka jihatdan bolsun, bizon Jongodagi her millet okuwçylary bilen okşaş alaydagi ekenligimizni isbatlap berdim-de, şoňlaşqa bu penning muşundaq bir kiriş darwasy ikinci bulup maňa ajaýyp bir xil muvaffaqiyat tuygusy, özümni tunuş tuygusy, özümninki başkalar bilen okşaş bir xil alaýdylyk ekenligimni, başkalardan bek zor farqlanyp yoki alaýdy töwen, alaýdy ýokary turmaýdyganlygymny his kıldırgançı. Şoňlaşqa ikinci bulup bu penge söýgüm muşundaq bir muvaffaqiyat tuygusydan kelgen. Üçüncü bulup şu psikologiýanyň nurgun nazariyelerini öğrengen wagtymda biz turmuşda naýat addy garaýdygan, psikologiýa peni naýat uzun mezgillik muşundaq tajribe tadqiqat arkaly ispatlap çıkıdığını his kılıp, demek insanın psikikasının nemi degen murakkab, nemi degen sarxil, onu addiyle bir sözler bilen tahlil kıgılı yoki bolmasa bazı meselelerni addi bir narsalar bilen tüp tuzla baha berip koyguly bolmaýdyganlygyny nurgun nazariyalar bilen asta-asta his kılışga başladım. İkinci noktada men sizler bilen muşu kesipke çoňkurlap kirip işiltiş jarayonunda mening hayatımga, ideyerimge, hatta mening qalbimge, qilmishimga qanday ta'sirlarni ko'rsatganini esimge kelişçi sizlarga so'zlab beray. Men maktab bitirgandan keyin mendimi ko'p xil tanlash bolgançı. Maktab kaplash vaqtida Guanghui uy mülkçilik şirketi uy setiş bir fursati bilan kirsem, o setilgan uylar şundaq tez setilip ketip, o psikologiya har qanday ýerde aqydygan bolgaçqa, bizning halkning qalbiga kirgen muamelimiz belki uyning setiliş nisbatini ýokary götürüp meni hayajan sap goýdyçy. Bundaq şirketlerde işlesim ýaxşymy nime dep. Onun şirketmi maňa şundaq ýaxşy imtiyazlarny berdi. Ondan keyin maktab okutquçy boluş bilen muştaq şirketde işleş togry kep qalgan çagda şundaq ziddiyetlik bolup ketdim. Rast gepni desem nurgun adamlar muşundaq wagtda özüniň qalbiga ägişişini targib kılıdy. Eger şu wagtda mening pulga bolgan söýgüm qalbimni naýat oýgutyp etkençi, men bekbay aýlady çoň bolmagan. Lekin uçtum tutly hyzmatga çykyply bir öýüni setip mançymyň. O wagtlarda biz 94-nji ýyl maktab bitirgen. Muşundaq bolgan wagtda şu qalbga ägetsek, mening qalbim hakykatan pulga ägişip ketdi-de, şu şirketde işlep belkim hazır ýene bir ýolda taraqqy qalgan bolatdym. Lekin däl muş wagtda mening rahmetlik apam maňa naýat ýaxşy ýetekçilik qilgançy, balam okutquçylyk digen ölmeýdigan kesip, siz kiçigingizden tatyp okuwçylar ders sözläp, başgalarga muşu bäzi meselelerni düşündiriş ýetdi alaýdylygyňyz bar.
maktabga kirib, imtihon berib, mishaga ütüp ishlab yiqqan yaxshi ko'rsangiz, o vaqtida yenib chiqib, boshqa kasb bilan shug'ullansangiz bo'ldi deb. Shunchalik aniq esimda. Apamning idarasi yo'lning qarshi qirg'it etdi, Ma'rif institutining. Uning ustiga bizga nurg'un maktab tanlash fursati bor. Shu vaqtda Xinjiang Pedagog universiteti va boshqa maktablar mush kasbga muhtoj ekan. Mening apam bu Xinjiang Ma'rif institutining psixologiya fanining tuprog'i shunda munbat. Mush munbat tuproqqa kirsang, cho'qim yaxshi taraqqiy qila olaysan deb mushunaq yo'l ko'rsatganchu. Haqiqatan shu vaqtda bizning Muşu Anarapay deydi, ablamiz Salim Alim deydi. Muşunun o'xshash, muşu Xinjiangning psixologiya faniga nəhayət yaxshi asos solgan o'qituvchilar shu Ma'rif institutida ekandiq. Shuning bilan qo'lim tatib akirib shu maktabga kirgizib qo'ydi. Imtihondan shunday yaxshi natija bilan o'qituvchilikka kirdim. Yana oliy maktabdagi yillik elastikligim rol o'yindimi? Yoki o'zimning texnik cho'nqur qatlamida bu fanga nisbatan bir xil his tuyg'ularim kuchlikmi? O'qituvchilikmi shunchalik suyunib, yaxshi ko'rib kirishib ketdim. O vaqtida haqiqatan muashimiz bundaq öymülük şirketlarda ishlagandek undaq jiq emasdi. Lekin maktabning ichidagi o'quvchilarning bizga bergan ko'zlaridagi nurlari, biz ularga bergan yangi fuqum, yangi atalg'u, yangi tushunchalar, ularning qalbini yo'ritib ko'zlarida shunday bir xil nurliq ifodalashlari meni hiliqi pulladimi bakrak huzurlantirdi-chu. Asli odamning pul tepishidagi yoki boshqa yaxshilik qilishi yoki bo'lmasa ma'lum jihatda sizning tirishib ish qilishingizning maqsadi faqat sizningki mushundaq bir xil qalbingizdan chiqqan yiliqindak bir xo'shallikdan iborat mushu narsa uchun ekanligini shu vaqtda haqiqiy his qildim. Endi asta-asta 2004-yili bizning avtonom rayonimizda muarif psixologiyasi belgilik darajada taraqqiy qilib maktab ma'rifiga singandan keyin asta-asta turmushning ritmining tezlashiga ergishib ko'pchilikning xalqimizning mushu jihatda ehtiyoji bo'layotganligi uchun har bir psixologiya o'qituvchilarining diqqat nazari hamda bizning burunqi muarif yoki bo'lmasa boshqa sohadagi psixologiya fanidan mushundaq psixik sog'lomlik degan nuqtaga yetkazishimizga to'g'ri keldi. Hamda haqiqatan shu vaqtda bizning maktab yana biz Abdunur rayon bo'yicha naytib baldur mushu psixik maslahat kasbiga yurish qilib o'tirib bir tarafdan o'zimiz o'rganamiz. Bir tarafdan boshqalarga o'rgatamiz. Shunday qilib hozirgi mushundaq bir sistemlashgan mushu psixik maslahat degan kasbining asos solishiga nihoyatda zo'r darajada tirishchilik ko'rsatdik. Endi buni ko'p odamlar deydi, Ziyda ma'lum siz japoat tikatdingiz, mushu psixik maslahat xizmatini taraqqiy qildirish, mushu kasbni taraqqiy qildirish jarayonida balkim jiq-japoatlarni tatdingiz deydi. Amaliyotda buning jarayoni hammasi shunchalik huzurchi. Mushu psixik maslahat degan jarayonni biz o'zimiz o'rganib, boshqalarga maslahat berib, andan keyin taraqqiy qilib hozirgi darajaga yetish jarayonida mening shaxsiy turmushimga, hayotimga ajoyib qismatlarni, ajoyib amaliy bo'lgan bir xil turmush tajribalarini o'rgatdi desam bo'ladi. Mushu mendan kelib psixik maslahat so'ragan, bizning qishimizga kelib mush psixik maslahat kasbini o'rgangan har bir o'quvchi bo'lsin yoki bo'lsa har bir maslahat so'rag'uvchi bo'lsin, ashulamu mening hayotimga ajoyib bir darslarni o'tibdi. Bizningki mushu gumanizmda Rojesda bir psixolog bor, uning mushu maslahat so'rag'uchini markaz qilib davolash deb bir davolash usulimiz bor-ku. Mushunda deydi, nurg'un odamlar o'zining qimmat qarshi bilan emas, boshqalarning qimmat qarshi bilan shartlanib qolganligi uchun shularning qimmat qarshida yashab qoladi deb buni bir xil nazariya darajaga ko'tardi. Masalan, eng oddiy tushuntirsak, nurg'un o'g'il bolalar qalbidan tamaki cheksa ziyonligini biladi. Lekin shu çekmeymen deb turdi. Atrofdagi bolalar o'g'il olmasan, chekib boqmamsan, bir tal o'g'il olganki tamaki cheksin bo'ldi degandan o'zining qimmat qarshi emas, sirtdiki boshqalarning o'g'il olmasan deb baholashi bilanlar bir tal ikki tal chekiblar tamaki chekishdan iborat nachar odatni singdirib oladi. Demak, mushu naq turmushimizda bo'layotgan, voy xalqnim deb qoldi demasangmi bo'ladi, voy undan cho'rvat degan gaplarni mushundaq bir nazariya bilan bizga tushuntirib berdi. Bizning turmushimizga nurg'un narsa shu. Amaliyotda nurg'un qimmat qarash bizning qalbimizdan chiqqan emas. Ashundaq biz yashash jarayonida shartlanib qolgan. Endi biz maslahat jarayonida naq mush odamning o'zining qalbidan chiqayotgan qimmat qarashini bilib o'tirib, uni to'g'ri bo'lgan yo'nalishda yechib berishga mas'ul bo'lamiz-ku. Shunga menmu hayotimda har bir odamning mushundaq shartlanib qolgan qimmat qarashlarini his qilgan vaqtimda darhol qaytib kirib o'zim to'g'risida o'ylaymanchi. Mening turmushimda mushundaq narsa bormi yo'qmi? Haqiqatan topqil bo'ladi. Nurg'un jihatda shartlanib qolgan. Shunga amaliyotda mushu psixik sog'lomlik, psixik maslahat, ham bizningki mushu maslahat so'ragan jarayonlarning hammasi yana qaytib kelib, bizningki bir o'sib yetiladigan, mukammallashadigan, taraqqiy qiladigan mushundaq bir davrimiz bo'ladi ekan.
Biz nurg'un vaqtda dars anglsak yoki leksiya anglagan vaqtimizda nurg'un odamlarchi hayotidagi tajribasini, buni psixologiyada chetga qoqmaymiz. Masalan, mening hayotimdagi tajribam. Men davomli o'zimning bilishini o'zgarib deb, bu saboqdashga o'xshash xo'shallik topamanchi. Buni men yuksak darajaga ko'tarib nazariya deb, hammanglar bilishinglarni o'zgarsanglar xo'shallik topa olasizlar deb mutlaqlashtirib olsam, butunlay xato bo'ladi. Mening turmushimdagi mushu tajribani psixik nazariya deydi. Men naq mushundaq psixik maslahat berish jarayonida har bir odamning masalasidagi farqlar, har bir odamning tuyg'usidagi farqlar, hatto har bir odamni bizning davolash, bir taraf qilish, maslahat berish usulimizdagi farqlarning hammasidan, demak biz turmushimizda mushundaq psixologiyalik insonlarga o'rtaq bo'layotgan, mayli qaysi millat, qaysi eriq, qanday bo'lsangiz o'rtaq bo'layotgan nazariya bilan har bir shaxsning turmushidagi tajribasini aralashtirib etmaslik kerak ekan degan mushundaq bir tuyg'uni haqiqiy his qildim. Bu tuyg'um asta-asta taraqqiy qilib, endi mening turmushim bilan bo'lgan yana bir munosabatimda men oxir qanday his qildim desangiz, nurg'un o'zimning subyektiv tuyg'ularini umumlashtirib davatgan vaqtlarim bor. Nurg'un leksiyalarda ba'zi atalarni o'zimning psixik tajribasi bilan mundaq bo'ladi. Ayollar mundaq bo'lish kerak. Masalan, o'quvchilar mundaq qilish kerak degandek mushundaq xato hukmlar bilan ba'zi noto'g'ri yo'llarda mang'zub qo'ygan ahvollarim bor. Demak, mushu jarayon menda yana bir xil tuyg'uni paydo qildi. Demak, mushundaq bir bizning o'zimizning turmushimizdagi tuyg'umiz, bu fanni men texmi cho'nqurlab o'rganib, texmi cho'nqur ilmiy bo'lgan asosiga yetmasam, odamlarga to'liq mushundaq psixologiyaning haqiqiy yetkazmoqchi bo'lgan manfaatini yetkazolmaydi ekanman deb o'ylab, oxiri yeshim xil bir yer berib qolgan bo'lsa-mu, 2010-yili kuchab bir tayyorlik o'tiblar, doktorlik o'tib qoldim. Demak, meningki mushu fanga bo'lgan so'ygim mening hozirgi unvonimning mushu tabiban doktori degan doktorlik ilib qilishimga yana bir turtki bo'ldi desam bo'ladi. Chunki agar men mushu fanga mushundaq cho'nqur cho'kib, mushundaq mehr muhabbat bermagan bo'lsam, balkim hozirgi bundaq o'ringa chiqamasligim mumkin. Shunga mening berib 2010-yildan 2014-yilgacha 4 yil jafoliq kurash qilish orqali g'albalik oxirlashtirdim. Mushu jarayonda tafakkurim qalaymaqanchilikdan sistemlashdi. Zada odam o'zini qo'yib o'tib, badanning xo'shalligiga, iliq bo'shtishga, nim qiskas shuni qilishga odatlanib psixik tampon bo'lish kerakmi? Yoki odam aqli bilan butun narsani kontrol qilib, mushu aqliy holatda tamponlik yetish kerakmi? Yoki rost degandek, mushu Freud ro'y analizm degandek, hamma odamning qalbida qolib qolgan mushundaq bir xil zaxmlarni ko'chilab qizib, mushu zaxmini bir taraf qilsa odam sog'lom bo'lamay qolamdi. Mushu savollar bilan berib, men sistemalik, texnik cho'nqur tadqiqot yo'nalishlarini o'rganib keldim desam bo'ladi. Endi bu jarayonda menga bergan javob nima bo'lsa, psixologiya bir ilm fanga. Biz odamning psixikasi intayin murakkabga. Bu murakkabni oddiy bir ikki og'iz gap bilan yoki bo'lmasa oddiy bir ikki og'iz qaror bilan biz hal qila olmaydi ekanmiz. Bu cho'qim ilmiy tadqiqotdan o'tgandan keyin analikin deyishimiz kerak ekan. Ba'zi narsalarga biz aldirab hukm qilib qo'ysak, haqiqatan nurg'un xato yetaklash bo'lib qoldi ekan deganni his qilib keldimda. Demak, endi buni his qilgan vaqtimda xuddi bir fanga ilmiy nayt astoydil muomala qilgan o'xshash turmushimga, oilamga, o'quvchilarimga, hatto bolalarimga nurg'un narsada ularning ilmiyligiga hurmat qilishni boshladim. Bir leksiya, bir qitimliq hayajon, bir kitob bir odamning ruhini tavlayolmaydi. Uni hargiz muvaffaqiyat yo'liga dastlab muvaffaqiyat qozonmaydi. U odam qalbidan chiqqan ashundaq bir muvaffaqiyat qozonish istigi bo'lsa, balkim yaxshi o'qituvchi ma'lum so'z bilan sizni qo'zg'ata olishi mumkin. Andin siz yana mushundaq sistemlik jafoliklarni yengalaydigan irodangiz, olayligingiz bo'lsa, andin siz degan muvaffaqiyatga yeta olasiz. Shuningdek bir sistemlik ilm-fan odamni qanday qilib ashundaq ruhini tavlash, qanday qilib to'g'ri bo'lgan usulda haqiqiy psixik sog'lomlikka yetishni o'rgatish uchun nurg'un mandak, yana sizlar kelgusida o'qiydigan magistr aspirantlardek dunyoning hamma yeridagi nurg'un odamlar ko'zning oldidagi narsani ko'rmasdan mushundaq jafoliq tajribaxonlarda o'tirib, mushundaq murakkab bo'lgan tajribalarni tadqiq qilish orqali eng oxiri hamma odamga tushunadigan, xatolik yo'lini oz bosadigan mushundaq ilmiy nazariyalarni o'tirg'i chiqara oladi deb qarayman. Demak, endi mushu meningki psixologiya fanining boyqi psixik sog'lomlikqa bergan javobi undaq bo'lsa ma'lum. Siz deb yiqan, abay nurg'un nazariyalarni dedingiz, nurg'un davolash usulini dedingiz. Zodi qaysi xildagi usul bizni psixikimizni sog'lomlashtira oladi ekan desangiz,
mushu maslahat so'rab kelgan obyektga qaysi xildagi usul mos kelsa, shu usul sizning psixikangizning sog'lom bo'lishiga yordam qila oladi. Bir qism odamlar bor. Balaliq o'smirligida shunchalik cho'ng o'ngsizlik qiyinchiliklarga uchragan. Lekin u hozirga ozroq ta'sir ko'rsatmaydi. Yana bir qism odamlar bor. Balaligida nayt azraqli masalaga yo'liqqan, lekin u uning hoziriga nayt cho'ng ta'sir ko'rsatyapti. Yana bir qism odamlar bor, passivli tafakkur qiladi. Passivli tafakkur qildi, qarsangiz turmushida hech qanday qiyinchilik, o'ngsizlik yo'q. Lekin uning haqiqatan mush tafakkurlar uning psixikasining tampongsiz bo'lishiga sabab bo'lib qoladi. Yana bir qism odamlar bor, ular boshqalarning ko'ngil bo'lishiga diqqat qilishga uchirmagan. Shu ularga cho'qim ashlarni markaz qilib yetakchilik qilishimizga to'g'ri keladi. Shunga biz, masalan, ba'zilar mendan telefon qilib, "Ma'lum, mening bir do'stim yo'lishidan munosabat yaxshi emas. Ayılıb ketimiz davatdı. Siz de pek ama aşının qandaq qısam ikisi münasebet yaxşı olub qaldı deydi. Ben deyman, ben ondaq texi yüksek derece götürülmedim. Her bir ailede er ayalının münasebetinin mesel toğuluşuda nurgun element var. Mesela muş kızın yolcusının micaz karakteri, mabalının micaz karakteri, dünya karşı şikisinin otursun yüzbegen mesela aile medeniyeti. Biz şu nesik asasen qandaq hal qilishni şu vaqtda dügüttümüz. Şu an obyekt asasen, obyektning alaydılık asasen biz yetekçilik ilip bardıgandan ibaret. Muşundaq bir tuygu, hatta ailemdimi çoğun balamga qandaq muamil qilmam. Kichigiga, yo'ldishimga, xizmatdoshlarimga qandaq. Masalan, agar ma'lum bir xizmatdoshim sezgurrak bo'lib qolsa, bir masalaga ayt inchiki qarab qolsa, uni qanday agib o'tib ketaman. Ba'zi xizmatdoshim qattiqroq gapqisam, rag'batlantirib tursam, oldiga ilgirlasa, uningga qanday muomala qilaman. Mushu kasbdagi mushu jarayon mening turmushimdagi, hayotimdagi odamlarga o'ziga loyiqida muomala qilib, ular bilan eng tampon, eng inoq bo'lgan mushundaq bir munosabatni paydo qilishda nihoyat yaxshi rol o'ynabdi. Şunlaşqa bu yerdeki mening mushu psixologiya feni o o'zining alaydiligi bilan, o'zining qiziqtirishi bilan, o'zining asldagi alaydiligi bizga insoniyatga yetkazgan nurg'un alaydiliklar bilan meni jalb qilmagan taqdirdimi, men mushu kasbga kirgandan tortib, uning mushundaq alaydiligini asta his qilib turib, borgan sari kundan kunga mukammallashayotgan menga aylandim. Bu jarayonda o'zimning kamchiligini bo'lsin qabul qilib keldim, ortiqchiligini bo'lsin qabul qilib keldim. Asta o'zimni borgan sir yaxshi ko'radigan, o'zimga borgan sir ishindigan, nurg'un ishlarni qila oladigan, nurg'un ishlarni boshqa chiqa oladigan men bo'lganimdan, ishimning cho'ng bo'lgan sirlik menga nisbatan qo'rqinish, bir xil ayba emas, menga nisbatan bir xil ishonch, bir xil go'zallik tuyg'usi olib kelayotganini his qildigan, ashundaq bir menga aylandim. Shunlashqa bu fan men bilan menga muhabbatlashyapti. Ham buningdagi muhabbatlashib menga ajoyib sevgilarni ato qilish oldida turyapti. Hammalarga rahmat. Vida ma'lum haqiqatan intan qaltis bo'lgan nutq so'zlab berdingiz. Mana shu nutqni so'zlash jarayonida nurg'unlagan naq maydondagi savoddoshlarimiz sizdan bir muncha savollarni so'rabdi. Ammo mushuning ichidan men buludu deganlarini sizdan bir so'ray shu voyaga yetgan savoldan. Biz hamma ishlarni yuksak darajada mukammallikka yuzlantirib olamiz. Men hamma odamda o'xshash bo'lmagan darajada mukammallik qo'g'lish bo'ladi deb qarayman. Undaqda bizning qalbimizdagi shu yuksak darajadagi mukammallikni qo'g'lishish bizning psixikamizga qanday aktiv va passiv ta'sirlarni ko'rsatadi deydi. Nayt yaxshi falsafiy qarash aralashgan psixologiyalik savol ekan. Bu savol kim so'radi? Ha, o'quvchingiz so'rabdi shuningga. Yaxshi. Qani? Adamninki har qanday psixikalik bardoshlik berish kuchi, sapasi degan o'xshash narsalarning yana bir narsa bor, fiziologik asosiy u bo'lsin, ba'zi irsiyatdan kelgan odamning fiziologik omillari. Undan boshqa yashab hozirgi davrga kelgan bizning ijtimoiylashgan nurg'un manfiy musbat omillardan iborat-ku. Shu har bir odamning o'xshamaydi. Unda bo'lganki hozir zodi mush yuksaklik daraja qanchalik daraja kelgan chaqda odamga ziyon yetkazib o'tsangiz uni digil bo'lmaydi. Odam bilan odamning o'xshamaydi. Balki men ajoyib darajadagi mukammallikni qo'g'lishib turibmi, ya'ni sog'lom odat o'tishi mumkin. Yoki yana bir odam ma'lum darajada yuksaklik bo'lib qolsa, u benormallik kelib qilishi mumkin. Shu buning zihni nima o'tsangiz zihni har bir odam o'zining ko'tarish kuchiga loyiq darajadagi mukammallikni bekitib olishi mush psixologiya fanning sizning turmushingizga olib kelgan bir ilmiy yetakchiligi deb qarayman-ku. Bizningki kichigimizdan ota-onamizning tarbiyasi bo'lsin, maktab muallimining tarbiyasi bo'lsin, bizni amalba yuksaklikka, mukammallikka rag'batlantirib tarbiyalaydi. Bu xato emas.
bu bir xil yaxshi fazilat. Hamma odam biz tug'ilgandan tortib yetilgacha bo'lgan oraliqda ashundoq yuksaklikka, mukammallikka tirishimiz o'zimizga nisbatan bu. Lekin bu o'rtaq dunyoning mukammallik o'lchami yo'q. O'zimizga nisbatan mushu tirishish jarayonimi, mushunda qiyinchilik yeng'ish jarayonimi bizga bir huzur kelib, psixikamizni sog'lom qildi amaliyotda. Shunlashqa buning o'zi bir yaxshi fazilat. Lekin hammamiz o'zimizning darajasini bilib olsak, bu yaxshi fazilat. Xuddi mushuning o'xshash qolgan taraflarmi shu. Ko'p odamlardan ba'zi odamlar mush psixik kasallikni u bu deb bilib olgandan keyin o'zining o'rinligiga, tabiatidagi ba'zi xo'shallik prinsipiga amal qilish ba'zi mohiyatlarga bana izlab oladi. Bu undaq narsa emas. Psixologiya bizga mushundaq hayotlikdagi mukammallikka yetish, tirishish, eng yaxshi holatda yashash usulimizdagi qiyinchilikni yengishga yordam qiladi. U sizni o'rinlashtiradigan fan emas. Rahmat savolingizga. Rahmat. Qani tushkunlikdan iborat bu psixikani qanday hal qilish kerak? Tushkunlik necha darajaga ayrildi? Masalan, ümidsizlashib, iliqma ishni qilolmayman deb qilgan eng yengil holatdagi tushkunlik, siz turmushingizda bir qiyinchilik uchrab, ehtiyojingiz ish qashmaganda bo'ldi. Hammalarda bo'ldi-ku. Masalan, menmo bugungi shu nutqni yaxshi so'zlayman deb, yaxshi so'zlamay qolsam cho'qqim noyati bardoshlik berish kuchim yuqori bo'lsa-mu, mushu vaqtda mening mushu yaxshi so'zlayman degan ehtiyojim ish qashmaganlik uchun men belgili darajada qana qilmay tushkunlashaman. Shunaqmi? Bu shu vaqtning o'zida paydo bo'lgan kayfiyat-chu. Buni qabul qilamiz meningcha. İnsanın hayotida guldirmamisi bor, yomg'ir bor, qor bor, oftob bor deganning sababi shu. Bizda har xil hissiyot, kayfiyat bor. Mushu hissiyotni his qilgan vaqtimizda muvaffaqiyatdan keladigan xo'shallikdan ajoyib huzurlanamiz. Tushkunish baxmagan odam muvaffaqiyatdan keladigan umid tuyg'usidan keladigan u xildagi xo'shallikni mening qalbidan his qila olmasligi mumkin. Shunga odatdagi turmushdan keladigan ba'zi tushkunlikni qabul qilib turib, onun belgilik vaqt berib, ideyimizni o'zgartib yoki bo'lmasa ma'lum jihat keyingi muvaffaqiyatning o'rniga dastlab o'tirib, mesela oddiy shaklda hal qilib olamiz. Lekin tushkunlikning yana bir darajasi bor. U darajasi shundaq 1, 2, 3 tushkunliklar hammasi yig'ilib, siz qo'polmaydigan darajada bir xil umidsizlik holatida yashaysiz. Turmushingizda yaxshi ish bo'lsin, yomon ish bo'lsin, hammasiga yomon tarafdan qaraydigan. Andan keyin bu narsaning hammasida xuddi kun chiqmaydiganda, kunda qorong'u bo'ladigan mushundaq holatga kelib bu ikkinchi daraja. Endi bu darajaga cho'qim meningcha birinchi tavsiyam o'zining psixik doktori bo'lib, har qanday odam hammadan bak o'zini tushunda emasmi? O'ziga mush masalalarning kelib chiqishi, yig'ilib qilishi qatorliq jihatlarni ilmiy usulda hal qilishni o'rganvasa bo'ladi. Agar unda qilinmagan ahvol ostida bizning shu normal hozir bo'layotgan kasbiy psixik maslahatchi xodimlarimiz bor, 2-daraja, 3-darajada bo'tadi. Mushundaq rasmiy kasbiy psixik yetakchilik qilayotgan ustozlardan yordam so'rasin bo'ldi. Ular nishonni bekitib, nihoyat sistemli holda yordam qila oladi. Endi 3-daraja tushkunlik kesili deymiz. Buni xomushlik kesili deb tarjima qilyapti. Bu o'zimiz yengolmaydigan, ham qachonlik qarshi qalbimiz bir xil qorong'ulik, kulranglik ichida turadigan, hatto ba'zida o'lib-o'lish istigan bo'lib qoladigan bunda bir holat bo'ldi. Bundan so'ng ham normaldagi holatmi bor? Ba'zi odamlar o'zinglarni kirgizib olmanglar, hamda bu kuchliroq darajadagi tushkunlik kesili deymiz. Bu cho'qim kasbiy doktorxonalarga berib, doğru ichib kontrol qilingandan keyin psixik maslahatni birlashtirish kerakchi. Shunga har qanday kayfiyatning darajasi bor. Mushu darajani biz ilmiy holda turga ayirib turib, o'zimizni yaxshi jinglab yiqib yuzlanishimiz kerak. Salam Züydədə, yaxşımısınız? Mən şu tibbiy universitetdə oxuyatqan vaxtımda bizə psixologiya bir qoşumça tanlab öyrənildigan bir aşda bir tur bolğan. Şu çağda mən özümün kəsbi bilan bo'lib ketib, bu kəsbni endi yaxshi bir işkirləb düşənməbdikanman. Endi xizmətə chiqqandan keyin mən bir doktor balalarning tish kasalliklarini davolayman. Mening bemorlarim odatda 2 yoshdan 14 yoshgacha bo'ldi. Ankin bu bemorni tishini davolatishga kelgan ota-onasi shu 30 yosh, 40 yosh atrofidagi yosh ota-onalar yoki bo'g'imimiz bo'lib qolsa hamda yashanganlar bo'ladi. Endi bular kelgandan keyin shu bolaninki tish davolatishga nisbatan bir qo'rqish psixikasi bor, davolashga qarshi turish psixikasi bor. Ankin ota-ona bo'g'uchining shu bolani bakrak qo'g'dab qolaychu deydigan, andan keyin shu doktorga ishonmaydigan shunday psixikasi bo'ldi. Yoki gumon qildigan ba'zi davolashlar shu bolamni bek og'irtib o'tganmidi deydigan. Endi bizmi ota-onalarni hurmat qilamiz, bolaning shu kayfiyatini hurmat qilamiz. Endi shu masalani qanday hal qilish kerak? Bu bir doktor sestralar, bemor, ota-onasi bir uchburchak munosabat shakllantirdimiz. Shuni qanday bir hal qilish to'g'risida sizning taklif fikringizni anglab boqqan bo'lsam.
Rahmat. Bemor og'rib qolgan chog'da uning butun dunyo qarashlari, hamma narsada zo'r qimmat qarashlarida o'zgarish bo'ldi. Bizmi o'zimiz o'ylab baqsak, sirtqi dunyoga nurg'un narsa diqqat qilayotgan odam, agar tinimiz mas'ul chiqsa, ushtum tutilib butunlay o'zimizga diqqatimizni markazlashtiramiz. Hatto biz hayotimizni muhim deyotgan pul, mol, dunyo, nurg'un narsalarga nisbatan ko'z qarashlarimiz butunlay o'zgarib, nurg'un narsa o'zgarish bo'yicha bu boshqacha bir xil psixik holat bo'ladi ekan. Endi men tish to'g'risida siz bay deganing yoqqa men naq maydonda o'ylanib his qilganim nima bo'lsa, odamning og'riqqa nisbatan qarshilik bildirishi meningcha bir xil shartsiz refleksmikin deymanchi. Har qanday odam bola kichik vaqtida og'risa, uningdan qochadi-ku. Endi shunday bir qo'g'dinish refleksi bo'ladi-chu. Unda bo'lg'ach tish odamning hammadan bak og'riydigan shunday bir o'rinlari bo'lg'achqa, u bolalarningki o'zini olib ketishi normal inkas. Ikkinchisi ota-onalarning bolalarning azoblanayotganidan, kichik bolalarga, unda 14 yoshdan tuvan bolalarga biz alayda bizga tayinib yashaydigan vaqtida u demak mush ikkisi birlashib balkim ashlarda o'zini davolashni olib qochadigan holat bo'lishi mumkin-ku. Endi buningga mening tavsiyam tunishni o'zgartirish eng mos kelamdikin deyman. Demak, chet el davlatlarda bilamiz, ular tishning sog'lomligini hammadan muhim deb qaraydi. Biz endi shaxsan menmi endi anglayapman buni-chu. Mush jihatda biz tashviqotlarni kuchaytirib, ularning mush jihatdagi davolashining nihoyat muhimligini bildirgan vaqtimizda balkim ular og'riq azobini yengib, ma sog'lom bo'ldiganga yo'l ochamdikin deb musta oddiy javob beray savolingizga. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum Zivida muallim, assalomu alaykum riyosatchi, yaxshimisizlar? Alaykum assalom. Men o'zim Shinjang Yezigilik universitetidan keldim. Men oliy maktabda o'qish jarayonida yoki boshqa jihatda shu kishilik munosabatda nurg'un masalalarga duch keldim. Shu kishilik munosabatda ba'zanlar passiv kayfiyatda, ba'zanlar nihoyat tashabbuskor bo'ldika. Shundaq bo'lishining sababi hamda shu bolalikdagi har qanday ehtiyojning qondirilishi bilan munosabatlik deb qaraldi ekan. Mushaqda sizning bir maslahatingizni anglab boqay degan. Rahmat. Mushuningga Zivida muallim javob berishdan burun sizdan bir so'rab baqsam. Sizning kishilik turmushdagi shu jarayonda sizning boshqalarga tutgan pozitsiyangiz aktivmi yoki passivmi? Men bir xil tashabbuskor pozitsiyada bo'lmadim. Deganda men shunday bir holatni o'zim yaxshi ko'rdim ekanman. Lekin turmushda nurg'un kishilar men tashabbuskor bo'lsam-mu, lekin ular passiv kayfiyat tashlab bo'ldi-ku. Shunday bo'laverib, o'zimda lekin energiya ko'p degan taqdirdimi, lekin ba'zi vaqtlarda bizga ancha-muncha ta'sir bo'lib qolib yoki ko'nglimiz yerim bo'lib qoldi ekan, u bizning ko'zga ilmayotgandi yoki qanday degandek. Shunday ahvollar zodi nima bilan munosabatlik, shu bolalikdagi ehtiyojning qondirilishi bilan munosabatlikmi emasmi? Mushaq bir so'rab qo'y degan. Men sizning o'tirib qo'ygan masalangiz birsi fiziologik jihatdagi irsiyat omili bilan munosabatlik. Ikkinchisi sizning bolalik davridagi ehtiyojning qinish qolmasligi degan bu bir xil ro'y analizimning tahlili. Mening ham ko'proq mening qoyil bo'lganim nima desam, odamning psixikasidan irsiyat qoldigan narsa. Bo'libmi odamlarning psixikasida hammadan bakrak muqim, o'ngay o'zgarmaydigan nima desa mijoz. Bizmi odatda deymiz-ku, qon bilan kirgan qo'y, jon bilan chiqibdi deb. Bu vaqtlar tug'ilgan vaqtida ularning vur yig'lab jonliq tug'ilgan holati bilan deb yig'lash xo'shaqmay tug'ilgan holatidalar biz Mavu sizga o'xshash poyezdda o'tirib, xalqlar bilan para olishdig'ini, mavu mumkin bo'lsa odam yo'q, yerda o'tirib lig'ib kirkitdig'ini deb ayirsa xatolashmaymiz-ku. Har ishkilsin turmushimizda nihoyat muhim roli va ikki xil tipi-ku. Buning ismi mush milliy tibobatdagi tashqi mayli, ichki mayli, ko'p qanliq tip separativ, savdo tip, balg'am tip degan ishiltimiz. Lekin milliy tibobatning kelish manbasi o'xshamaydi, ana lekin tamoq dori bilan tangshaymiz deydi. Psixologiyada mush bizning nerv sistemimiz bor-ku, miyamizdagi mushlarning harakat faoliyati bilan munosabatlik irsiyat qoladi deb tushundirdi. Buni dangliq biologiya olimi Paulo Knight yaxshi ish bergan. Endi buning ichida savdo tipi deb bir tippa ojiz tip. Bular inchka, astoydil mush nerv bog'lanishi nihoyat sezgur. Bulaylikqa xalqlar bilan aktiv aloqalashmaydi, lekin shu narsalarni nihoyat passiv tahlil qildi-chu, mushunaq bir irsiyat tipi bor. Unda bo'lg'achqa biz turmushda mushunaq tipdan sababidan bo'lsa qanday qilamiz desangiz, ko'p xil odamlarni qabul qilamiz. Agar sizga ashundoq bir odam yo'liqib qolsa, siz aktiv energiyangizni ishdan bo'lmaydi, isrof bo'lib ketmaydi, chiqirib, ashulaga nisbatan bir xil muvaffaq tamponglik, munosabatga tamponglik bersangiz bo'ladi-chu. Endi ba'zi biz gap so'z qilgan vaqtlarda ularga sal diqqat qilib, ba'zi masalalarni bir taraf qilsak bo'ladi. Endi keyingi turmushdan shakllanadigan birsi yosh bolalik, o'smirlikdagi ba'zi sababdan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, ba'ziligi ijtimoiy munosabatda davomli mag'lub bo'lib ketib, andan passiv tafakkur qildigan holat kelib qolgan bo'lishi mumkin. Mushundoq ehtimollik bordi. Buni bak umumiylik ega bo'lmag'achqa, bu yerda alohida askartib ketishning o'rni yo'q. Endi mening mush ijtimoiy munosabatdagi ba'zi narsaga deydigan qarshim nima desangiz, biz
Muşu mijoz tipi, temperament tip deymiz. 4 tipning yaxshi yomoni yo'qchu. Ba'zi o'qituvchilar ishki moyil, bek aktiv emas bolalarni, "Oy, balangiz dadil emas, qo'l ko'tarmaydi sinfda. Mush balangizni bir dadilroq deb tarbiyalab kelsangiz" deydi. Uni dadil qilish uchun boshqadan tug'ishimiz kerakchu, dadilroq qilib nevronlarni boshqadan qilib. Shunga biz ishki moyil, sezgur, anodagi inchga astoydil odamlarning turmushda bizga kerak. Masalan, bizga o'xshash kot so'zlab turadigan odamga inchga o'tirib anglab turadigan odam bo'lmasa, hammaylar tanga qilsak, ma dunyo shavqin so'ranga to'shib ketmamdi shunaqo. Ba'zi stravxoniya sotadiganlarga mishta tashqi moyil so'zlaydigan odam kerak. Tadqiqot inchga hisobot qiladigan odamlarga ishki moyil, inchga odam kerak. Demak, dunyoda shunday ko'p xil temperament bilan sarxil bo'luvchi, buni biz o'zaro moslashimiz. Lekin xarakterda bir narsa bor, keyin shakllandi. Masalan, bu rostchil, samimiy, yolg'onchi deganga o'xshash. Bu keyin shakllangan narsani biz turmushda muvofiq kontrol qilish orqali buni o'zgartimiz. Shu hamda menimcha ijtimoiy munosabatga mushu ikki nuqtadan hozircha oddiy tavsiya berib turay. Rahmat sog'lig'ingizga. Rahmat. Bir oila muhitining qandoq bo'lishi mushu bolalarning psixika aloyidligi va xarakterining yetilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi deydi ekan. Unda bo'lsa Zivida ma'lum mushu muhit mushu oilaning iqtisodiy muhitini o'z ichiga olamdi. Agar mushu iqtisodiy muhitni o'z ichiga olgan bo'lsa, mush bolalarga ko'rsatilgan ta'siri zo'r bo'lamdi degan savolni o'tirib qo'ydim. Bir adam tug'ilib, mushu 6 yoshgacha bo'lgan oraliqda xarakterining noyati zo'r persenti, 8 yoshga bo'lganda aql omilining noyati zo'r persenti, hatto 20 yoshdan burun butunlay tayinib yashaydigan mushta ijtimoiylashish davri deb ilindi taraqqiyot psixologiyasi. Unda bo'lg'achqa bu odamning oilasi albatta mushu odamning o'sib yetilishida noyat muhim rol o'ynaydi. Buning uchun siz noyat muhim bir element dedingiz, iqtisodiy element deb. Iqtisodning bizga olib keladigan narsasi bu bir xil boylik. Baylıqni oddiy ishkiga bo'lsak, nima desangiz, ruhiy bayliq bilan moddiy bayliq deb ayrildi-chu. Shunga oilada iqtisodiy jihatda qiyinchilik bo'lgan oilaning masalasi cho'qim bor. Agar iqtisodiy jihatda kambag'al bo'lgan oilaning ruhiy kambag'al bo'lsa, uningda cho'qim masala chiqadi. Agar iqtisodiy kambag'al oilaning ruhiy boy bo'lsa, meningcha bu oilada masala chiqish ehtimolligi tuvaraqmikin deyman. Bu mening shaxsan farzim. Masalan, odatda jinoyat o'tkazgan, jinoyat psixikasini tahlil qilish jarayonida men ilmiy maqolalarni ko'rib baqqan, jinoyat nisbatida iqtisodiy ahvoli ojiz, tuvan bo'lgan oilaning bolalarining jinoyat o'tkazish nisbati yuqori bo'lgan oiladan ko'proq puldi deb chiqargan. Lekin bu pul bevosita omil emas. Biz ba'zida xiyonat qilgan rahbarlar bilan ashlarning ba'zi delolarini fikrlashgan vaqtimizda xiyonat qilgani pul emas, ularning pulning keyindagi bir xil muvaffaqiyat tuyg'usi, bir xil o'zi kam bo'layotgan narsa. Shunga bu bizning bir oilada million pul bo'lishimiz bilan odatdagi biz turmushimizga yetadigan pul bo'lishining farqi nada desangiz, bizga olib kelgan bir xil ruhiy boyligidir-ku. Shunga nurg'un iqtisodiy ahvoli noyati tuvan bo'lgan oilalardami nurg'un sog'lom, nurg'un muvaffaqiyat qozongan odamlar chiqqan. Ularning garchi iqtisodiy ahvoli normal bo'lsa-mu, lekin ularning ruhiy intayin boy. Bu ro'y boy deganga bakchiq element kirib ketadi. Bu yerda men hamda bak kang so'zlamay, shunlashqa mushu elementni to'liq qilsak, meningcha masalasi bo'lish ehtimolligi to'varak bo'lamdi ekan deb qarayman-ku. Rahmat. Rahmat. Rahmat ustoz. Qarang. Men hamda mushu bizning oliy maktabni o'qib bitirib chiqqan yoshlarimizningki mushu mayli mush xizmat qabul qilish imtihonlarida nima yiziqchi imtihonni yaxshi o'tib birinchi bo'lib o'tgandan keyin Üzdürayimdan keyin chaqda bir yaxshi jariya qildirmaydigan bir holatlar bo'ldi. Endi bu biz 5-6 yil burun o'qib turgan bizlardan bo'lgan. Bugun program qatnashgan tomoshabinlar bizning oliy maktabdagi inilarimiz, sing'illarimizga. Endi mushu holatdagi vaqtida masalan mush ko'pchilik yuzlanishdan qo'rqadigan yoki bo'lmasa mushu Üzdürayim imtihonida qo'rqadigan mush psixikani yengishlik qanday yaxshi usullari bor, shuni bir so'zlab bersin o'tgan. Rahmat. Yusran imtihonning aloyligi meningcha hozirgi biz nutq so'zlagan aloyligi bilan ozroq o'rtaqlik ega. Shunaqa. Men boy deganda bir qism odamlar odam ko'p yerda ma'lum bir ishlarni yaxshi qila oladigan aloyligiga. Buning shu ijtimoiy psixologiyada ijtimoiy xiramonlashtirish bilan ijtimoiy ilgari surish deb buning maxsus nazariyasi bor. Endi u nurg'un elementlardan boshqa eng muhim narsa nima desangiz, mushu shaxs mushu ishni eng yaxshi qila olsa, adamcıq ya da texim yaxşı qıtıdı. Mən 50 adamga leksiya so'zlagandan 500 adamga so'zlasam bak so'zlaytaman-chu. O'zimni bekrak ifodalashmayap, chunki men bu ishga pishiq bo'lganligim uchun qancha odam ko'p bo'lsa, o'sha yerda u ishni texim yaxshi qilitaman. Endi ijtimoiy qaramonlashtirish qanday qilsangiz, siz bu ishda pishiq bo'lmasangiz,
ikki tal odam bo'lsa-mu, tamtirab o'diqib qolsiz. Mush ishning noiti odamning shaxsiyat elementi, ham mush savolni bilish bilmasligingiz, tayyorligingiz nurg'un narsalardan bekrak shu xildagi holatni tahlil qilsak, masalan, shu holatda sizning mush ishga pishiqlik darajangiz. Unda bo'lganki birla yo'l bor. Mush 100 turani imtihonga tayyorlik qilish. Bizning milliy bolalar emas, har millat bolalar imtihon beryotdi. Bergan vaqtida bizning mush hozir oliy maktab o'quvchilarini misolga olsak, ular har xil sinflarda maxsus mashqlantirdi. Qayta mushda o'tirib sizlar savol so'rab javob bergizib, anandagi savolga tayyorlik qilib, albatta bularning tayyorligi puxta bo'lganligi uchun, shu so'rinda mush ishni qana qila oladisangiz, eng yaxshi qila oladi. Shunga buning meningcha birli javob bor. Mayli siz so'zlashga moyir bo'lmagan odam bo'ling, mayli siz burungi imtihonlarda o'tmagan yoki undaq bo'lgan odam bo'ling, siz faqat mush qitimliq imtihonga butun kuchingiz bilan bak yaxshi tayyorlik qildim deb kirsangizlar, meningcha 100 turali imtihonda muvaffaqiyat qozonish nisbati bilan 10 tanosibliq korrelatsiyalik munosabat bo'ladi. Bu yerda men shunday bir yaxshi fursat kelib qoldi, hamda davoldig'inim psixikalik maslahat davolash usuli hargiz odamlarni amaliyotdan qochirib o'tirib bir xil idealistik usul bilan davolaydigan usul emas. Cho'qim bizning dunyoga qanday bo'lsa shunday yuzlantirib, shuni qabul qilishni o'rgatadigan bir obyektiv usul. Assalomu alaykum Zivida xonim, assalomu alaykum naq maydondagi ekran oldidagi barliq savoldoshlar, do'stlar. Men Xinjiang Ma'rif institutidagi bir o'qituvchi bo'lman. Mushu turmushimizda yoki mening xizmat ustimda nurg'ulg'an savoldoshlar yoki mushu yoshlar bo'lsa, psixologiya degan bu so'zni tilga olganimizda oldi bilan biz bilan so'raydigani mushu gipnoz texnikasiga bakroq qiziqib nurg'ulg'an savollarni bizdan so'raydi. Shuningga bugun mening so'ramoqchi bo'lgan savolim mush gipnoz texnikasi bizning mushu psixologiya fanda o'rni qanday, undan keyin mushu psixik maslahat jarayonida qanday shug'ullanamiz, qanday qo'llanamiz. Rahmat. Rahmat. İnsanlar bir xil normallıqdan chiqib ketgan narsaga, odamlarga g'ayrilik tuyg'usi beradigan narsaga, odamlarni hayajonlantirgan narsaga umraqkanchu. Buni bek hayron qoldim. Biz bir umr mushu psixologiyani shunchalik jafoliqtirishib, shunda esil leksiyalarni so'zlab beryapsam, ba'zi oliy maktablarda o'quvchilar oxir kelganda mushta savol so'raydi. "Ma'lum siz gipnoz qila olamsiz?" deb. Bu savol meni shunda ochig'imni keltirdi-da, shuning bilan bir qitimliq bir men to'liq kurs vaqtimda mening o'qituvchim bizga bir mavsum gipnoz darsini so'zlab, uning nazariya asosiy u bu degan narsani texnikani ichida so'zlagan. Lekin biz uni unchalik ishlatishib deb o'ylamabdi ekanmiz-chi. Shundan qaytib kelgandan keyin bir 3 kunlik tarbiyalanishga qatnashib, 3 kunning ichida bu texnikani shunday ravan ishlatishni o'rganib oldim-da. O'rganib olib, andan keyin bir simolim siz gipnoz qila olamsiz desa, "Nayt oddiylar. Men 3 kundan o'rgangan uni qila olayman" deb shunday qiliqi qusumdan chiqib javob bera oladigan bo'ldim. Amaliyotda uni o'rganib bo'lgandan keyin siz ma'lum qanchalik ishlatdingiz desangiz, men Allohida mushundaq ba'zida o'zining engini o'zi kontrol qilolmagan darajaga kelib ketgan ba'zi masalalar bo'lib qolsa, shuni ishlatib belgilik davolashda unumga erishdim. Shunlashqa men gipnoz iborat bu texnikalik usulni butunlay bundaq ishlatmaydigan deb chetga qo'yib o'tmayman. Lekin bu psixologiyaning ichidagi birdan-bir yoki alohida usul emas-ku. Psixologiyaning insonlarga olib kelgan shunchalik jiq to'kibsi bor. Eng oddiysi men albatta dedim, biz o'zimizning beshimizdan oyog'imizgacha qanday odam ekanligini, bizning miyamizning qanday harakatlanayotganligi, obyektiv dunyo bilan qanday bog'lanayotganidan iborat mushundaq nurg'un sirlarni ichib bersa, nimish odamlarimiz oddiy bo'lgan, faqat sizningki bir diqqatingizni markazlashtirib, qalbingizni kontrol qiladigan mushta bir oddiy usulga qiziqadiganiga men intayin hayronchi. Shunga men gipnozga deydiganim bu psixologiyaning ichida tuman xil psixikalik davolash usullarimizning ichidagi bir xil davolash usuli. Bu o'yin qo'yish shakldagi nima emas. Bir odamni voy gipnoz qila oladi ekan deb miyadan osmonga chiqarib, ijtimoiy o'rnini ko'taradigan narsa emas. U odamning salohiyatini ifodalab beradigan narsa emas. U faqat bir odam qiziqib o'rganaman desa, ma'lum vaqtning ichida o'rgangili bo'ladigan texnikalik usuldan iborat xolos. Shundaqli bilib olsak bo'ladi. Lekin buning muhim yeri nima bo'lsa, maskab qoldigan bemorlar bo'lib qolsa, mushundaq davolashga ehtiyojli odamlar bo'lib qolsa, uni biz davolashga ishlatamiz. Hargiz o'yin qo'yishga ishlatmaymiz. Rahmat. 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 Haqiqatan mana intayin rasmiy chin yurakdan chiqqan samimiy bo'lgan tavsiya va taklif fikrlarni anglab o'tdik. Bugungi mushu programmamiz orqali biz Zivida muallimninki ustidan nurg'ungan aktiv bo'lgan energiyalarga erishdik. Undan boshqa yana Zivida muallimning nutqi orqali biz psixologiya feni to'g'risida yana cho'nqur bir qadam olg'a ilgirliga oldi nurg'ungan bilimlarga ega bo'ldik. Shunga biz yana bir qatam Zivida muallimga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat muallim sizga. Hammalarga rahmat. Ekrandagi qadrli ko'rmanlar. Ular shundaq deydi programmasi mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi son ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.